Yana. Nima bo'lyapti, tog'a? Davlina patolog uryapti. Dada. Ha, o'g'lim? Dada qanaqa odamsiz? Onamiz ketgandan beri 30 yil bo'ldi. Siz вообще o'zgarib ketdingiz. Sal davleni ko'tarsa doktor chaqirasiz. Sal temperatura ko'tarsa doktor chaqirasiz. Unday emas-ku dada. O'g'lim, men ham odamman. Menda ham davlina ko'tariladi. Mana hamshira har zamonda kelib baraka topsin. Davlinamni tekshirtirib turadi. Mana yuragim, sersabininni ham tekshirtirib turadi. Mana hamshira aytayapti, havo almashtiring, Tailandga boring deyapti. Dada, Tailandga borish shart emas. O'zimizning xatirchi Langar tog'lari. Shunaqangi devona dam olish maskani ochilgan. Tog'ning havosidan odam kayf qiladi. Bitta nafas oling. Buni qarang. Shashlik hidi kelyaptimi? Конечно, dajon. Langar dam olish maskanining birinchi qavatida Langar restorani bor. Go'zal atmosfera va tansiq taomlar. O, Bispanetga birinchi nonni sindiradi. Uzr, dajon, ana yoqimli ishtaha. Qani ovqatlar. Binoning ikkinchi qavatida esa bolajonlarning o'yingohi bor. O, Modrich bashara, diski Panetga bo'lmada boshqa joylarda ham tushuntir. Bu joyda nafaqat yozda, 4 faslda kelsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda bir-biridan zo'r kemping bor. Oilaviy ham kelib dam olsa bo'ladi, dajon. Nafas oling. Dada, davay turing, hozir chiqib ketamiz. Chiqing, bemorda mazasi qochyapti. Muolaja vaqti bo'ldi. Dada, sizga nima bo'ldi? Ana politsiyaga ketamizmi? Doktor bir nimani bilmasa, gapirmasa kerak, yo'q hali.